Bir yana katlı oladı. İçi yumuşak oladı. Arkası ağırta vermedi. Yumuşak oldu arkadaşlar. Xullas, hurmatli obunachilar, bularning narxi 55 ming so'mdan bo'ladi. Chiroyli qanaqa? Narxi 98 ming so'm. Bularning ham rasmlari bor. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa sizlarga bugun oyoq kiyimchidan yangiliklar ko'rsatib o'tamiz. Xullas, har doimgidek ko'chaga ko'pmiz, kelsangizlar shudayna 55 ming so'mlik oyoq kiyimlarimiz bor edi. Hozir assortimentimiz biroz kamroq, lekin ichida do'konimiz ichida ko'p assortimentimiz hozir ularni ko'rsatib o'tamiz. Ben tarafdan ağam 75'liklerden yo'rtibdilar. Bularimiz 75'ten bir de kichkina bolalar uchun ham kiyimlarimiz bor 45 ming so'mdan. Hurmatli obunachilar, bizlarga podpiska bosmagansiz, podpiska tugmasini bosib o'tinglar. Biz sizlarga hozir lokatsiyamizni ko'rsatib o'tamiz. Manzilimiz Urganch Xanqa yo'lida bo'ladi. Mana Urganch Xanqa yo'li. Xanqadan Urganchga kirib kelaverishingizda 2 dona zapravkani ko'rasiz, xudo xolasa. Chap tarafingizda bo'ladi. Biz shuning o'ng tarafindamiz. Asta do'konga kirib boraveramiz, xudo xolasa. Do'konga kirib kelsak, mana bu yerda yana achchilarimiz bor. Achchilarni har xillarni taxlab ko'pmiz. Xudo xolasa bu yana tavallarimizga buni polni to'ldiramiz. Bu ham tarafda yana tursilarimiz bor, naskilarimiz bor. Naskilarimiz narxi 5 ming so'mdan bo'ladi. Tursilarimiz 15 ming so'mdan bo'ladi. Yandan ham bor naskilarimiz. Bularning ham narxi 5 ming so'mdan. Keyin bu tarafda shapkalarimiz bor. Shapkalarimizni yana ko'paytiramiz. Xudo xolasa to'ldirib tashlaymiz o'shalarni. Astoydil kirib kelaversak, chap tarafda kiyimlarimiz bor yana. Narxlari 75 ming so'mdan boshlanadi bezaklar. Yana tapchilarimiz bor. 45 ming so'mdan tapchilarimiz. Yana har xil modellar bor. Sifati yaxshi xillari. Xohlasangizlar, meni ziyatlarimizdan ham bo'lotu ziyatda. Bezaklarimiz 55 ming so'mdan bo'ladi tapchilarimiz. Keyin bular ustida chavrlar taxlab qo'yamiz. Chavrlarimiz narxi 75 ming so'mdan bo'ladi. Har xillaridan bor. Keyin asta o'tib boraversak, bu yerdagi oyoq kiyimlarimiz 98 ming so'mdan bo'ladi. Har xil modellarda chiroyli qanaqa. Hazrat kiyibrizlar, xudo xolasa har xil razmerlari bor. Bular razmerlari 40 dan 44 gacha bo'ladi. Hamma setka, bular ham setkali oyoq kiyimlarimiz. Bedaklarimiz ham 98 ming so'mdan. Bitta ko'rsatib o'tamiz. Sifati yaxshi qilasiz. Podoshlari yumshoqqina bo'ladi. Bosasini ko'rdingizmi? Xohlasangizlar mini modellarda olsangiz bo'ladi. Keyin nisbet yaxsa, ya vakitlarsa xudo xolasa bu qatorimiz ham 98 ming so'mdan bo'ladi. Sitkalar qalin to'qilgan. Xulosa hozir bu yerda bizlarda 200 dan ko'p modellarimiz bor. Yaqindan gap ketaverasizlar, xudo xolasa bizga git ko'rasizlar, razmerlari, modellarini ko'rasizlar. 98. Bu qatorimiz 125 ming so'mdan bo'ladi. Bular nov farqi bor desangizlar, birinchidan sifatida bo'ladi farqi, ikkinchidan mana bu lo'sha podosh deyiladi-da. Ya'ni birinchidan podoshi baland, yumshoqqina bo'ladi. Ikkinchidan lo'sha podosh deyiladi bular. Arkasi shu katta, masalan, bularning arkasi bosiladi-ku, bularda bosilmaydi. Lo'sha so'zida vukka turib arkasiga ketaveradi. Bu yana katta bo'ladi. İçi yumuşak olan arkası ağırta vermedi. Mindilerimizde de her xil modellari, her xil ranglar var. Mesela şu modelimizde yaşlı sivetimizden ham bor, tömli siniy sivetimizden ham bor. Keyin boshqacha modellarimizdan ham bor. Keyin yan tarafimizda tapchilarimiz bor. Bu tapchilarimiz narxi 75 ming so'mdan bo'ladi. Bu yerda ham har xil modellar bor. Gambo, чисто orgango. Keyin yan tarafda 75 ming so'mdan krossovkalarimiz bor. Chavrlarimiz 100 ming so'mdan boshlanib 125 ming so'mgacha bo'ladi. Futbolkalarimizga ham 45 ming so'mdan boshlanib ketaveradi narxi. Sifatini qarab o'zgarib boraveradi. Keyin bu yerda 155 ming so'mdan trenddagilar, shisha podoshli trenddagi krossovkalarimiz sitkalar bo'ladi. 155 ming so'mdan bular narxi. Keyin bana ichari giradigan bo'lsak, icharidan ham har xil assortimentlarimiz tayyor qilibmiz. Selgan telemik 3 kaldık. E'tibor etmesizlar, bular narxi 55 ming so'mdan. Şimdi sirib ochib turibdilar buları. Yumshoq bo'lgan. Xullas, hurmatli obunachilar, bular narxi 55 ming so'mdan bo'ladi. Kelasidan bir ham yaqin modellar ketaverasizlar. Bular 98 ming so'mdan.
Buni model qarasiz. Chiroyli qarang. Narxi 98 ming so'm. Bularning ham razmerlari bor. Bularni Bluetooth svetlarimiz ham bor. Bularda hamma narsamiz eng minimal narxlarda. Bizlarda arzonni xudo xohlasa topib bermaysizlar. Keyin bu tarafda loşa podoshlarimiz bor. Boshqacha modellarimiz bor. Narxi 125 ming so'mdan. Bu yerda xatorimizdan narxi 125 ming so'mdan bo'ladi. Bu yerda neobычный kiyimlarimiz bor. Bular xitoy bo'ladi. Cho'tka tip ishlangan sifatlar deb. Narxi 125 ming so'm. Чисто xitoy mahsuloti narxi 125 ming so'mdan bo'ladi. Razmerlari bor. Kattaroq razmerlar bor bunlarning. Keyin sanokonoshchalarimiz. Bu tarafda sanokonoshchalarimiz bor. Kattalarniki. Bu yerda buchilarimiz bor. Dishlar ham moshina deb mahkama deb ishlangan. Buchilarimizni xudo xohlasa hazat kiyib yursizlar. Buchilarimiz narxi 125 ming so'mdan bo'ladi. Sanokonoshchalarimiz narxi 100 ming so'mdan bo'ladi. Keyin bu tarafga keladigan bo'lsak, bu yerda ham har xil kiyimlarimiz bor. Bularning narxi 98 ming so'mdan. Endi sizlarga yaqinroqdan ko'rsatib o'tamiz. Santani brendidan bo'ladi. 98 ming so'm. Bularimizni shu narxlarda aytgan narximizda keyinchalik tarafimizga kiradigan bo'lsak, bu yerdagi kiyimlarimiz asosiy qismi 45 ming so'mdan bo'ladi. Bular kichkina razmerlar. Keyin bu tarafda yana bolajonlarimiz uchun sanokonoshchalarimiz bor. Sanokonoshchalarimiz narxi 90 ming so'mdan bo'ladi. Keyin butsilarimiz bor. Dishli variantlarimiz, masalan, inashlar bor. Keyin dishli variantlarimizdan ibedeklar bor ina. Bular narxi bularniki 110 ming so'mdan bo'ladi. Butsilarimiz. Hurmatli obunachilar, bizlarga podpiska bosmasangiz, podpiska bosib kuzatib borishni davom qildirsangiz, xudo xohlasa yangiliklarimiz ko'p. Xotin-qizlar uchun ham kiyimlarni ikkamiz, xudo xohlasa keyingi videolarimizda ularni sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Manzilimizni video boshida ko'rsatganmiz. Shu manzil bo'yicha xudo xohlasa kelaverasizlar.